Bitta surat yuborgan. Qani? Ochinglar. Aha. Bu yosh rassom Olim Muhammadaliyev qalamiga mansub suratning bir qismi xolos. Qishloqdagi holat. Bu qizlar hovlilarda bir hodisani kuzatib turishibdi. Diqqat savol. Suratning yarmida nima tasvirlangan yoki kim tasvirlangan? Vaqt ketdi. Javob tayyormi? Aytib ko'rsam. Bo'ldi. Qabul qilamiz. Marhamat. Xo'p, endi bu yosh qizlar shu balog'at yoshidagi qizlarga o'xshab turibdi kartinadan. Biz bilamizki, qadimdan shu ota-bobolarimiz kuyovlikka nomzodga o'tin yog'dirib ko'rgan. Bu qizlar balkim qiziqishda shuni kuzatib, kuyovlikka nomzodni o'tin yorishni kuzatib turgandir. Eplolyaptimi, yo'qmi degan ma'noda. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. To'g'ri aytdingiz. Qizlar ancha hayajondalar. Yuraklar taka-puka. Voqea qishloqlardan birida ro'y berayotgani sizga yordam berardi. Beradi deb o'ylagandim. Yordam berdim yo'qmi bilmayman. Demak, bu uyga qizlarning taqdirini hal qiluvchi kimlardir kelgan. Marhamat, suratni qolgan qismini ochamiz. Ular uzoqdan sovchilarni berkinib kuzatib turishdi. Suratni nomi ham sovchilar. Sovchilar. Hali kuyovgacha ancha bor.